Bir emas, 2 kishiga davernis oladi, 2 karis fuqarosiga oladi. O'tda davernisda aytadi xolaga, tez bo'ling, hozir ulgurasiz. Hozir notariusga borib, siraza davernis qilib, menga Telegramdan fayl qilib jo'nating deydi. Shoshiltiradi, juda ham shoshiltiradi. Juda ham tezlik bilan bu ishlar hal bo'ladi. Shoshiltirib 2 kishiga davernis oladi. Bir kishiga общий. Общийga nima kiradi? Mana kerakli yuqoridagi misol uchun elchixonalar, dokumentali ishlarga, ikkinchisi politsiyali ishlarga, qonunli ishlarga, uchinchisi balinsali ishlarga, hammasiga dokument bo'ladimi, qonun bo'ladimi, balinsa bo'ladimi, hammasiga общий qilib davernis oladi. Karis fuqarosiga, o'zi bilan birga ishlaydigan sheriklariga. U kishi bilsanglar, o'sha Koreya yangiliklarning butun videosida birga yuradi, birga. Oldingi insonlarga ham oxir mana Nozima bo'ldi, sinimiz bo'lgan. 5-6 ta bu kishi yuradi, yana 5-6 ta ko'p chiqardi deganda ikkinchi kishi yana o'tadi. Birinchidan nima haqqi bor u insonga davernis olishga? Halol inson bo'lsa, shunda o'sha inson Koreya yangiliklarni yurg'izib boradigan inson o'zimizning o'zbek elchixonasiga aytish kerak. Yoki onasiga shu yoqdagi qonun qoidalarni chiroyli qilib o'zi aytib berish kerak. Xolajon, qizingiz mana olamdan ko'z yumdi. O'zini osib o'ldirdimi? Ili bu ko'rgan, yordam bergan yigitlar nimadir qildimi? Bu yerda jinoiy ish bormi? Yoki o'z ajali bilan o'zini mamdo osib o'ldirdimi? Ertaga siz ham ko'nglingiz xotirjam bo'lishi uchun, men ham ko'nglim xotirjam bo'lishi uchun bu yerda jinoiy alomatlar ko'rinyapti. Sabab boshdan oyoq mamnaqa bo'lib yotibdi. Endi bandalik, qizingizni berib qo'ydik. Bu yerda qonun qoidasi qanaqa bo'ladi? Balinsa qabul qilib olgandan keyin oyog'i sinib kelsa oyog'i sindi deb yozib beradi. Qo'li singan bo'lsa qo'li sindi deb yozib beradi. O'lik holda kelgandan keyin o'ldi deb beradi. Nima sababdan o'ldi? Jinoiy ishmi? Ili nimadir bo'ldimi? O'zini ajali bilan o'ldimi deb yozilmaydi. Uning uchun sud ekspertizasiga e'lon qilinadi. Birinchidan militsiyalar ham chaqiriladi, boshdan ko'rsatiladi. Jinoiy ish amalda ko'rsatilsa, gumon bo'lsa, sud ekspertizasiga o'tkazadi. Undan oldin mana xolaga aytadi, shunaqa sud ekspertizasi bo'lish kerak, xolajon. Biza qilaylik shuni deb aytadi. Bu yerda oldi orqasini tushuntirmasdan kesib tashlab, lo'nda 6-marta o'zida 2 sutka ham bo'lmaydi. 2 sutka ham bo'lmaydi. Aytadi axir. Birinchidan militsiyalar farzandingizni bermayman, bermasligi ham mumkin, yo'q qoraman deyapti deydi. Onaga qanaqa ta'sirli? O'zi bu olamdan ko'zi yumilib berib qo'ygan bo'lsa, shunaqa shok ahvolda tushadi, telefon olgan zohid to'g'ri notariusga ketadi onaxon. Aytilgan so'zlarini hammasini daftarga, qog'ozga kiritadi, fayl qilib jo'natadi. Bir davlatdan bir davlatga birinchidan bu katta ish, kichkina ish emas, apistul qilinish kerak. Buni bu yoqdagi elchixonadan yoki O'zbekistondan u dokument kelayotganda pechat urilish kerak, davlat pechati urilish kerak. Bu birinchidan noqonuniy, originali ham emas, fayl orqali olib o'zlari karis tilida perevod qiladi. Yog'iga pechatlarni qayerdan olgan? U karis insonga beradi. Ana endi ko'rasiz. Ana o'sha ishlar boshlangan bo'ladi. Kerakli politsiyali joyga, kerakli morgxonaga, kerakli dokumentlarli ishlarga Feruza xolaning o'rnida ish ko'riladi. Mana birinchi turmush o'rtog'i bo'lsa, turmush o'rtog'i javob beradi. Hamma dokument, balinsa, qonuniy ishlarga turmush o'rtog'i bo'lmagandan keyin eng yaqin insoni onasi javob beradi. Onani qanchalik shokka tushirgan holda foydalanadi ko'nglidan. Foydalanadi.
xolis inson bo'lganda, man misol uchun boshqa insonlar ham chiroyli qilib tushuntirib beradi. Oddiy maktab o'quvchisi ham tushuntirib beradi. Chunki qonun hammaga baravar. Hozir endi mana ishlar ko'tariladi, обязательно jinoiy ish ochiladi. Bu yerda qatnashgan hammasi Xudo xolasa qonun oldida sud zalida javob beradi. Hech kimning haqqi yo'q. Onani ko'nglini shunaqa eng og'ir vaqtida ko'nglidan foydalanib, dokument olib, u dokument orqali kerakli joylarga ruxsatini holiga bir og'iz tushuntirmasdan ham yana hamma joyga ruxsatini berib yuboradi. Bu yerda ko'p insonlar javobgarlikka tortiladi. Bu ish birinchidan 3 oy, 6 oy, kerak bo'lsa 1 yil talab qiladi. Xudo xolasa sabrli bo'lib kutamiz. Shu ish bo'yicha biz mana Koreya davlatida ko'p insonlar mana bugun yig'ilishyapti. Xudo xolasa biz oxirigacha turamiz. Sababini aytaman. Nimaga mana bunaqa bosh ko'tarib chiqyapmiz? O'zbekiston davlatini uyaltiryapsan. Sharmanda, u yoq, bu yoq deb aytayotgan insonlar, ko'zimizni ochamiz. Hammamizni Alloh ongimiz bilan yaratdi-ku. Nima sababda mana Turkiya davlatida уже 5-inson, Koreyada 1-inson 6 kishi o'zbek ayollari nimaga turk fuqarosidan shunaqa mudhish ishga qilmadi? Nimaga Koreya davlati fuqarosi unaqa ish qilmadi? Kim qilyapti shuni? Aytinglar, mana aytinglar. Ayol kishi nozik jim o'tir, uyingda erini paypog'ini yuvib o'tir deydilar. Bizni mana o'zimizni o'zbek yigiti mana ehsonchi deb turib, bilmayman domladek ko'rib borishdi. Qani shuni ahvol mana sizlarga Xudo xolasa hammasini sekin-sekin ko'rsatib beraman. Bundan buyog'iga ham Koreya davlatida shu Nozima singlimizga o'xshab adolatsizlik qilib ko'z yumib ketishga biz qarshimiz va albatta qonun yaratamiz. Nozima orqasidan qonun yaratiladi. Xudo xolasa yaratiladi. Bir insonni rizqisini yesin. Ko'p insonlar O'zbekistonda ishlagani kela olmayapti. Bunga biz sababchimizmi? Yo'q. Bu yoqda ishlagani kelayotgan shu akalarimiz ham, tog'alarimiz ham, dadamiz tengi shu dadajonlar ham, bu yoqqa turmushga chiqib kelgan o'zbek ayollari hali ham turmush o'rtog'i bor, oilasi bor, himoya qilib oladi. Koreyadagi oilalar, turmushga chiqib ketgan qizlarimizni aytyapman. Ammo bu yoqda faqat Koreyaga turmushga chiqib kelgan ayollar bor emas. Bu yoqda ishlagani kelgan ayollar bor. Student qizlarimiz bor. Hammasi mana shunaqa aldovlarga ilakishib qolmasin deyapmiz. Himoya qiladi deb borib, nimani evaziga nimani talab qilib, foydalanib. Biz o'zimiz ayol bo'lib, ayollarni himoya qilish uchun biz bosh ko'tarib mana ikkinchi chiqishimizni qilyapmiz. Yana aytib o'taman, bu ish juda ham katta, faqat jinoiy ish emas, jinoiy ishni tagida ko'p ishlar bor. Bizga shu Koreya yangiliklarini kanalini olib borayotgan ehsonchi akamiz domla emas, u bir inson. O'zidan domlani yasab olgan. Elchixonaga ko'p til tekkizdi, politsiyaga ko'p til tekkizdi. Bular hammasiga javob beriladi. Hammasiga Xudo xolasa qonun oldida javob beriladi. Bizga chiroyli qilib Qunduz amakini ertaklarini aytib berdi. Topishmoqni aytib berdi. Xudo xolasa biz o'sha topishmoqlarni yechimini topdik. Javobini topdik. Allohga shukr. Endi aziz yurtdoshlar, men o'zgina koreys tilida olib boraman.
bilar, bilmaganlar xudo xolasa mana shu o'zbek tilida yoki natukka. 얼마나 남았어요? 5분 남았네. 안녕하세요 여러분, 아노라입니다. 제일 먼저 우즈베거로 좀 상황 설명을 해드렸고요. 이제 아노라 TV 구독자 여러분들에게 모든 한국에서 한 분들에게 저희 이제 드리고 싶은 말씀을 이렇게 준비해 왔습니다. 천천히 읽어드리겠습니다.